Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoligimiz So'rqas Sarkonda ajoyib zamon tipda qurgan 2 qavatli 260 metr kvadrat hovli joyimizni obzor qilsak. Xullas, Xayovoy So'rqas Sap desak hamma biladi. Obunachilar yana Toshkent bosonida qurilgan, bir-biridan go'zal. Xullas, mulk egasi bilan bemalol bog'lanaversa, joyimiz biroz rasvot bo'lgan, bellayni ko'chat ekilgan, gullar ekilgan, nazvoylar xullas ajoyib. Fasatlar ham yuviladim, travertirlar urgan, ajoyib demir ishlar yana zamonaviy, bir-biridan go'zal. Kadastrlar hamma o'rtada to'g'ri oformina qilinadi. O'zini ajoyib balkonga ega, kondisionerlar qo'yilgan. Meni ajoyib burchatkalar, kanalizatsiyalarimiz chiqqan ekan. Algan adam nasib qilsin, to'ylar bo'lsin. Benimsa suv toshga tashalgan. Shundan bog'ni sug'orish, mashina yurish burchatkanina. Aziyat suv saviy, suv dövlüğünden görüşen mümkün. Ondan sonra suv dövlüğünesi. Hiç yerden bunu da düşürmemedik. Üzümden bir havası ettim doğrusu da. Tabi üzümlü önümde yürüyen yine. Acayip. Şimdi yerimizde avtomatla koyulup ötürgen eken. Şimdi elektromobilini olsa doğru şöyle bilene zamanına. Bismillah başlasak. Maşallah. Girişimiz her daim gerek. Hol kısmımız. Dekoratifine zotilgen bir yerde Goodwill firmanı ekeni. Ezabet kondisioner koyulgan, inverter motor. Benim ise rak aynamız 24'lik obunachilar. Niye bir iş niyet benim ise zotilib yine. Tuvu zonamız beletlikine kadar. Yine beletlik ile maşallah. Onun tarafımızda zaldan itibarlarınızda havalar kılsak. Zalımız acayip bundan perdeler tikilgen eken. Radiatorlarımız, podoponiklerimiz ataçım bu kombinasyon düzülgen. Bunlar gol çizikler yürütülgen. Yine tıvı zonamız. Rombik oynalar koyulup ötülgen eken. Bunu oyamasdan düzülgen eken. Bunlar kandillerimiz, ledlarimiz, iki hatar kalaygellerimiz koyulgan eken. Şimdi işlemimiz her daim edik. İmdi, sıfatlı işle. 1.20'lik işle bunu atılan parokla kıyılarla. Aynalı. Benimizden perdemiz yine gireveç yerimizde. Benimiz Ali Bastır'dan dekoratifine zötüyen. Trizor zonamız smart trizorla pastap gelemiz yine daraklı bambuklarla koyulup ötürgen. Spani, sanuzel, aşkana, aşağıdan baş tamamen köşeledik yine. Benimizden lesi samsiyonu kombineden çıraylatıp imdikten zötülüptü. Aşkana da etip olmazsa gözsek. Çıraylı aşkana meyveli koyulgan. Bir de haladın ikimiz için acayip gaz bileti, hava tazalovchi, moykamiz, portiklarına kafirlurgan, bu yine muramuni daş kılığında, yaxşı sıfatlisinde. Oboy patroklamsayla fonda kalagellerimiz, ledlarımız koyulup ötülgen. Obunachilar katyolan, restoran bor ekan. Yine katta jimli turistik katyol. Bu yine 80'lik acayip bundan Ecopower firmalikinden koyulgan. Ballerimiz, xullas stabilizatorlarım bor ekan. Kuxnyamiz ham akril materialdan. Hozirgi trend aşkana mebeli. Endi bog' tomoni ishlar demir eshik, setkalari. Bog'imiz 4 taraf ham burchatka bor. Muramindan o'tilgan ekan, fonda. Yine yuviladim yine. Bog' tomonda görüşü. Gazı gelip tuttu, sveti gelip tuttu. Vodoprodu bog' obunachilar. Endi spaniyani kuzatib o'tsak. Benim yine ixchamli spaniyamiz. Benim perde qo'yilgan ekan. Oyoq tilamiz topli pol. So'rayapman. Oboy. Endi yuvishxonamiz, kafel bu oyoq tilamiz, Koko firma unitazı, timosh uchun toshga kelgan. Vannamiz, 30'lik rakayna oynamız, perdelerimiz, bir de pastapçılardan çıraylatib qo'ygan ekan. Endi ikkinchi qavatni hozir qilsak. İkinci kavatam plita bilan bostiririlib, çıraylat laminatla
kandillerimiz ahırkı rüsümdeki menimiz mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham chiroylatib remont qilingan ekan. Chiroyli perdeler, ishlarni ham qo'yilgan, oynamiz ham. Endi balkonimizda toza havo chiqsak. Ne balkonumuz. Xivoyu ne görüntü toplantılar. Ondan ham gelse bo'ladi. Vonda 4 banda ne bellerine çırayla kafel bağlanıyor. Endi bu nasılar nereye xonamızı kuzatib o'tsak. Böyle bir dana spalnimiz joylashgan ekan. Şkafımız, laminat pol. Berimizde yana bir ayollarni mehmonxonasi desak ham bo'ladi. O zaman bizne tartalım chiroyli remont qilgan. Endiki navbat berimizda mumtoz raqamli vannamiz bor ekan. Har holda eshitganda. Shunda mulk egasi bilan bemalol bog'lanasizda, kimga qiziq bo'lsa, lokatsiyamiz Xiva yo'l, ondan sonra So'r qassob orqa qismi desak ham bo'ladi. Bir-birinden güzel şu imoratlar satılığa çıkan ekan 260 metr kvadrat narxini mulk egasi bilan bemalol bog'lanasiz. Bundan sonra sog' bo'linglar, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşünce. Videolarimiz yoqqansa, yurakdan qizartirib, podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar deb umid qilamiz. Sog' bo'linglar.